Odatda xalq orasida ko'k piyoz deb ataladigan yashil piyoz ko'z salomatligi uchun katta foyda keltiradi. Uning tarkibidagi A vitamini ko'z shoh pardasini mustahkamlaydi. Ko'zning qorong'ida ko'rish qobiliyatini yaxshilashga va ko'rish pigmentining me'yoriy darajasini saqlab turishga yordam beradi. Bu esa ko'zning tiniq ko'rishini va yorug'likka sezuvchanligini ta'minlaydi. Shu bilan birga A vitamini shoh parda qurishini oldini oladi. Bu esa ko'z quruqligidan aziyat chekadiganlarga ayniqsa foydalidir. Bundan tashqari yashil piyozda C vitamini ham mavjud bo'lib, bu vitamin ko'z to'qimalarining sog'lomligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. C vitamini tomir devorlarini mustahkamlaydi. Bu esa ko'z ichidagi qon aylanishini yaxshilaydi va ko'zning doimiy ravishda kislorod bilan ta'minlanishini qo'llab-quvvatlaydi.